Assalomu alaykum Avlod Media YouTube kanali obunachilari. Ortda qolgan haftada ta'lim haqidagi yangiliklar tahlili bilan Avlod Mediada hafta dayjesti. O'tgan haftada Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga qabul boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi bakalavriat bosqichiga 2026-2027 o'quv yili kunduzgi ta'lim shakli uchun nomzodlar orasida tanlov e'lon qildi. Bu tanlovdan o'tganlar uchun Ichki ishlar akademiyasida talaba bo'lish baxti mavjud. Akademiyaga o'qishga kirish uchun nomzodlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-noyabrdagi qarori bilan tasdiqlangan ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risidagi nizomda belgilangan talablarga javob berishi zarur. Ya'ni nomzodlar O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lishi, 17 va 25 yoshdan katta bo'lmasligi, umumiy o'rta maxsus yoki professional ma'lumotga ega bo'lishi kerak. Arizalar 2026-yil 15-fevral kuniga qadar Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi Ma'naviy ma'rifiy ishlar va kadrlar bilan ta'minlash xizmati ichki ishlar organlariga nomzodlarni qabul qilish markazi, Toshkent shahar Mirobod tumani Saidbaraka ko'chasi 7-uyda qabul qilinadi. O'qishga qabul qilish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi. Birinchi dastlabki tanlov bo'lib o'tadi. Ikkinchi maxsus kasbiy tanlov. Uchinchi yakka tartibdagi yakuniy suhbat. Dastlabki tanlov nomzodga tegishli hujjatlarni va uni tavsiflovchi ma'lumotlarni to'plash, nomzod to'g'risidagi turli ma'lumotlar, shuningdek uning sog'lig'i jihatidan o'qishga yaroqliligini aniqlashdan iborat. Nomzodlar vazirlik hamda ichki ishlar organlarida maxsus tashkil etilgan harbiy tibbiy komissiyalar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Ikkinchi bosqich, ya'ni maxsus kasbiy tanlovda hujjatlarni o'rganish, tibbiy ko'rikdan o'tkazishdan iborat. Maxsus kasbiy tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan nomzod yakka tartibdagi yakuniy suhbatga qo'yiladi. Suhbat huquqshunoslik, O'zbekiston tarixi, tarbiya fani bo'yicha o'tkaziladi. Maxsus kasbiy tanlov va yakka tartibdagi yakuniy suhbat Ichki ishlar vazirligi akademiyasida bo'lib o'tadi. Nomzodlar aynan shu ikki bosqich natijalari asosida akademiyaga o'qishga qabul qilinadi. Xalqaro va respublika olimpiadalari g'oliblari, Mard o'g'lon davlat mukofoti sohiblari, shuningdek, vazirlik akademik litseylarining huquqshunoslik fani bo'yicha idoraviy fan olimpiadasi g'oliblari dastlabki va maxsus kasbiy tanlovdan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng yakka tartibdagi yakuniy suhbatsiz o'qishga qabul qilinadi. Bundan tashqari matematika, informatika, dasturlash va axborot texnologiyalari bo'yicha nufuzli xalqaro, mintaqaviy hamda respublika olimpiadalari sovrindorlari dastlabki tanlovdan muvaffaqiyatli o'tsa, yakka tartibdagi yakuniy suhbatsiz o'qishga qabul qilinadi. Tergov faoliyati yo'nalishida bakalavriat bosqichi uchun qabul ham aynan o'tgan haftada e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi 2026-2027 o'quv yili uchun tergov faoliyati bakalavriat ta'lim yo'nalishiga joriy yilning 1-fevralidan qabul boshlanishini ma'lum qildi. Akademiyaning tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha kunduzgi ta'lim shakliga o'qishga qabul qilish, dastlabki tanlov, maxsus psixologik tanlov, yozma imtihon, ya'ni diktant test sinovlari bosqichlarida tashkil etiladi. Nomzodlar joriy yilning 1-fevralidan 1-martiga qadar O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Bilim va malakalarni baholash agentligining maxsus elektron platformasida ro'yxatdan o'tishi lozim. Shu bilan birga elektron platformada ro'yxatdan o'tish nomzodni ota-onasi nomiga rasmiylashtirilgan va doimiy ishlab turadigan telefon raqam orqali amalga oshirishni talab etadi. Chunki qabul jarayoni bo'yicha tegishli SMS xabarnomalar yuboriladi va aloqaga chiqilishi mumkin. Akademiya tergov faoliyati yo'nalishida bakalavriat dasturi bo'yicha ta'lim olish muddati 3 yilni tashkil etadi. Bitiruvchilarga belgilangan davlat namunasidagi diplom beriladi. O'qitish o'zbek va rus tillarida davlat grantlari asosida tashkil etiladi. Davlat grantlari asosida o'qishni tamomlagan akademiya bakalavriatining bitiruvchilariga vakolatli davlat organlarida kamida 3 yil ishlab berish majburiyati yuklanadi. Akademiyaning tergov faoliyati yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilari vakolatli davlat organlariga xizmatga qabul qilinganda faqat ofitserlar tarkibiga kiruvchi yoki darajali unvon berilishi ko'zda tutilgan lavozimlarga tayinlanadi.
Qutqaruvchi bo'lishni istovchilar diqqatiga ushbu haftada Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasiga ham qabul boshlandi. Akademiyaga o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlarning hujjatlari doimiy yashash joyidagi mudofaa ishlari bo'yicha bo'limlariga ariza bilan murojaat qilish orqali, harbiy xizmatchilarniki esa o'zining xizmat joyidagi tegishli komandiri, ya'ni boshliq nomiga bildirgilar bilan murojaat etish orqali rasmiylashtiriladi. Akademiyaga o'qishga kirish uchun arizalar va bildirgilar 1-fevral kunidan 31-mart kunigacha qabul qilinadi. Akademiyaga o'qish uchun 17 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan, shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 17 yoshga to'ladigan fuqarolar, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan, shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 18 yoshga to'ladigan ofitserlar tarkibi, harbiy unvonlarga ega bo'lmagan harbiy xizmatchilar va harbiy xizmatga majburlar, shuningdek 26 yoshgacha bo'lgan va akademiyada o'qish istagini bildirgan O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarining talabalari qabul qilinadi. Nomzodlarning bo'yi 165 cm va undan yuqori bo'lishi shart. Saralash bosqichma-bosqich harbiy professional yo'nalishi dastlabki saralab olish test sinovlari orqali amalga oshiriladi. Harbiy professional yo'nalishi bo'yicha tadbirlar harbiy xizmatchi kasbining mohiyatini va unga qo'yiladigan talablarni ochib berish, yoshlarda harbiy kasbni ongli ravishda tanlashni shakllantirish, muayyan harbiy mutaxassislikni tanlashda ularga yordam ko'rsatish maqsadida amalga oshiriladi. Dastlabki saralab olish tadbirlari 2-bosqichda o'tkaziladi. 1-bosqich bo'yicha saralash quyidagi tartibda amalga oshiriladi: hujjatlarni to'plash va o'rganish, yakka tartibdagi suhbat va birlamchi tibbiy ko'rik. 2-bosqich fuqaro, yoshlar va harbiy xizmatchilar uchun mudofaa ishlari bo'yicha boshqarmalari va O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligining harbiy tibbiy muassasalarida 11-apreldan 31-mayga qadar amalga oshiriladi. Individual psixologik o'rganish, umumjismoniy tayyorgarlik ko'rganligini baholash, yakuniy tibbiy ko'rikdan o'tkazish. Qabul imtihonlari sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan majburiy blokda ona tili, matematika, O'zbekiston tarixi fanidan hamda mutaxassislik bo'yicha matematika, fizika fanlaridan test sinovlari o'tkaziladi. Akademiyaga o'qishga topshirgan nomzodlar dastlabki saralab olish tadbirlarida muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlarga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 27-dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qishga nomzodlarni saralab olish va qabul qilish, kursantlarni o'qishdan chetlashtirish va qayta tiklash tartibi to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq belgilangan tartibda imtiyozlar qo'llaniladi. O'qishga qabul qilingan nomzodlar o'qish jarayonida bepul mavsumiy kiyim-bosh, barcha sharoitga ega yotoqxona, oziq-ovqat va pul ta'minoti bilan ta'minlanadilar. Akademiyada yong'in xavfsizligi, texnosfera xavfsizligi, bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ofitser kadrlar tayyorlanadi. Akademiyani tamomlagan bitiruvchilar leytenant harbiy unvoniga, bakalavriat muhandis diplomiga ega bo'ladi. Ortda qolgan haftada Mudofaa vazirligi huzuridagi oliygohlarga ham qabul boshlandi. 2026-yil 1-fevral sanasidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlardan arizalar qabul qilish boshlandi. Nomzodlarning arizalari amaldagi tartibga muvofiq tuman shahar mudofaa ishlari bo'limi orqali qabul qilinadi. Shuningdek, nomzodlarga qulaylik yaratish maqsadida Mudofaa vazirligi tomonidan maxsus elektron platforma orqali arizalarni onlayn qabul qilish rejalashtirilgan, ammo platforma hozircha ishga tushmagan. Ta'lim haqidagi va akademiyaga hujjat topshirish bo'yicha yanayam batafsil ma'lumotlarni Avlod Medianing Telegram kanalidan topishingiz mumkin.